o'zbek qo'shiqchilik san'ati rivojiga hissa qo'shgan O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston xalq artisti Navoiy nomidagi mukofot sovrindori Sherali Jo'rayev yoshlarga bir katta maktab qoldirib ketgan desak to'g'ri bo'ladi. Otamizni ijodini ikki pallaga bo'ladigan bo'lsam, 90-yilgacha bo'lgan davrlarida mana 25 yilga yaqin taqiqda yurdilar. Agar adolatsizlik bo'lmaganda edi o'sha umr paytida bugun Sherali Jo'rayev yonimizda bo'lardi. Bu otamizni ijodini ikkinchi davri 2016-yildan boshlandi. Sizni sharofatingiz bilan, sizni e'tiboringiz bilan biz har yili aqlimizni taniganimizdan beri mustaqillik bayramini tomosha qilib yurib, otamiz chiqarmikin, o'zbegimda aytarmikin deb biz duo qilar edik. Zamon bizni zamon davron bizniki. Shu kunni siz otamizga yana qaytib berdingiz va birinchi kelib gapirgan gaplari, shaxsan menga gapirgan gaplari shu bo'ldiki, sizni ota deb gapirardilar. Ota meni 40 yoshimni qaytarib berdilar, shoh deb. Otam yig'lab gapirdilar. Otalar bolam deb yonib o'tganlar, elni bizdan ko'proq sevib o'tganlar. Siz bitta uy qurib saranjom qiling, elni otasiga oson tutganlar deb. Agar sizlar rozi bo'lsalaring, Andijon shahridagi san'at maktabiga Sherali Jo'rayev nomini bersak, shunday maktab yarataylikki, bu Andijon yoshlariga bir namuna maktabi bo'lsa, men o'ylayman to'g'ri bo'ladi.